Farg'ona Biogomuz Ekogomuz hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bugun xudo xolasa 13-mart 26-yil. Bugun xudo xolasa 300 litr 3 ko'prikka chiqib ketyapti. Nano Ecoverum hozir polностью yangi emblema chiqardik. 13, 18, 20 NPK'si, keyin mikroelementlar hammasi aytganimdek. Hozir akamiz bir qator. Aka, qaysi nimadan tumandan keldingiz aka? Ko'prik tumani Sultonahmad fermer xo'jaligidan. Isman shu. Hozir bizning mahsulotimizga qiziqish bildirdingiz. Ha, qiziqish bildirdik. Shu nimalar, internet nimalar, ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldik, shu bo'yicha keldik. Hozir necha litr olyapsiz? Biz hozir 300 litr. 300 litr olyapsiz, xudo xolasa. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, 300-400 litr olganlar samovyingiz bo'lsa, mana bir 10 litr bonus beriladi alohida. Yana bir qator yana kelishiladi. Xudo xolasa aka, yaxshi niyatlar bilan xudo xolasa effektini yaxshi bersin. Akam, xudo xolasa inshaalloh paxtaga ham ekinlarga bemalol qo'llasa bo'ladi. Xudo xolasa dehqonchilik barakotini o'zini bersin. Aka, Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'lsin. Sog' bo'ling aka, rahmat.